Bugun sizlarga bozorda hamma bilish xohlagan sekretniy informatsiya haqida ma'lumot beraman. Bu покупательlar yoki продавец qaysi tomonga pozitsiya yig'ayotganligi haqidagi informatsiya. Bu informatsiya juda qimmat turadi. Agar sizlar покупательlar yoki продавец qaysi yo'nalishda сделка ochib, ya'ni yig'ayotganini bilsanglar, sizlar o'zingizlarning сделкаlarni qaysi tomonga ochishinglar kelib chiqadi, ya'ni aniq bilasizlar qaysi yo'nalishda сделка ochishni. Bu cenniy informatsiyadan foydalanganlar 100% daromad qiladi, ya'ni o'sha krupniy игрокlar bilan bitta tomonda turib pul ishlashadi. Bu informatsiyalar juda qimmat turadi, cenniy hisoblanadi bu informatsiyalar. Bularni biz kursimizda o'rgatamiz. Kelib, spetsialniy platformalar bor, spetsialniy avtorskiy indikatorlarimiz bor. Shular orqali bozordagi bo'layotgan dinamikani, qilayotgan savdoni hammasini ko'rib turib сделка qilasizlar. Ya'ni 100% bilib turib, kimni qaysi yo'nalishda сделка ochayotganini bilib turib, sizlar ham o'sha yo'nalish bo'ylab сделка ochasizlar va daromad qilasizlar. Bu daromadlar stabilniy bo'ladi. Orqasida aniq bir fakt bo'ladi, ya'ni hujjati bo'ladi. Ob'yomlar orqali analiz qilib bozorga kirasizlar. Bu narsani biz avtorskiy kursimizda o'rgatamiz. Kursga yozilinglar.